O'zbekistondagi yosh iste'dodlarni namoyish qilish, ularni katta sahnalar tomon yetaklash, qolaversa o'zbek musiqasini dunyo darajasida ommalashtirish maqsadida Yevropa yulduzlari birinchi xalqaro onlayn tanlovi e'lon qilingan edi. Kuni kecha tanlov g'oliblarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. 12 mamlakatdan 1000 ga yaqin yoshlar ishtirok etgan tanlov g'oliblari Yevropadagi nufuzli tanlovda ishtirok etish uchun yo'llanmani qo'lga kiritishdi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasidan o'rin olgan. 22-23 fevral kunlari yurtimizda ilk bora Yevropa yulduzlari xalqaro ko'rik tanlovi start oldi. Ushbu ko'rik tanlovda nafaqat O'zbekiston, balki qo'shni davlat vakillari ham ishtirok etishgan va bu tanlov onlayn tarzda tashkil etilganligi bilan alohida ahamiyatlidir. Mingdan ziyod qatnashchilar o'zlarining musiqiy asarlari, raqslarini video shaklida Yevropa yulduzlari 24 bot manziliga yuborishgan. Aynan Latviya Respublikasi hamda Finlandiya Respublikasi bilan yanvar oyining 10-11 sanalarida biz xalqaro memorandum imzolaganmiz. New Talents xalqaro tashkilotining o'zining rasmiy bot sahifalari bor. Aynan ishtirokchilarning arizalari New Talents 24 boti orqali qabul qilindi va barcha o'sha qabul qilingan mingdan oshiq ishlarimiz mahalliy hakamlar hay'ati hamda xalqaro hakamlar hay'ati har bitta ishtirokchiga baho qo'yishdi, baholashdi. Shuni aytish kerakki, ushbu xalqaro onlayn tanlov musiqa va san'atning 16 ta yo'nalishi bo'yicha 12 ta davlat iste'dodlarini aniqlashda xizmat qilmoqda. Sado ansambli Yevropa yulduzlari ko'rik tanlovida Grand Prixni qo'lga kiritgan va ushbu ansambl mana shu yilning kuz oylarida Finlandiyaga yo'l oladi. Bu raqsga juda ham qattiq tayyorgarlik ko'rdim, juda ham hayajonlandim. Shu yoshimgacha ko'plab tanlovlarda qatnashganman. Hozir bu Grand Prixim 15-chisi bo'ldi. Men bu Grand Prixni olganimga ustozimning ham hissasi bor. Finlandiyaga biz ustozim bilan zo'r raqslarimizni olib borib, yo'qdanam oliy o'rinlarni olib kelmoqchimiz. Tanlovning yakuniy bosqichida jami 14 ta Grand Prix sohibi aniqlandi va ular joriy yilning kuz oylarida Finlandiya safariga yo'l olishi kutilmoqda.